Futbol bo'yicha 4 yillikning eng muhim musobaqasi start oldi. Bir oy davomida chempionat o'yinlari haqida Vaqtuzning Jahon chempionatiga bag'ishlangan yangi sport dayjestida xabardor qilib boramiz. Bungacha siz kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, izoh yozing va bu videoni ko'proq do'stlaringizga ulashib qo'ying. Demak, biz boshladik. Quyida biz yakuniga yetgan birinchi tur o'yinlari haqida gaplashamiz. Kecha 11-iyun kuni futbol bo'yicha 2026-yilgi Jahon chempionati start oldi. Bu yilgi turnirga AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qilmoqda. Shu bois Jahon chempionati tarixida ilk marotaba 3 ta alohida ochilish marosimi tashkil etiladi. Meksika va Janubiy Afrika terma jamoalari o'rtasidagi turnirning ochilish o'yini avvalida kolumbiyalik mashhur qo'shiqchi Shakira chiqish qilib, Jahon chempionatining rasmiy madhiyasi hisoblangan Day Day qo'shig'ini ijro etdi. Bundan tashqari marosimda J Balvin va janubiy afrikalik xonanda Tyla ham chiqish qilishdi. Ochilish uchrashuvida Meksika terma jamoasi Janubiy Afrikani 2-0 hisobida mag'lub etdi. Azteca stadionida o'tgan bu bahsni braziliyalik hakam Vilto Sampaio boshqarib bordi. O'yinning 9-daqiqasida Meksika terma jamoasining hujumchisi Julian Quinones hisobni ochib, ushbu turnirning ilk goliga mualliflik qildi. Ikkinchi bo'limning 49-daqiqasida esa Janubiy Afrika terma jamoasi yarim himoyachisi Yaya Sipoli qo'pol harakati uchun qizil kartochka bilan jazolandi va maydonni tark etdi. Shundan so'ng Meksikaning tajribali hujumchisi Raul Jimenez 67-daqiqada raqib jamoa darvozasiga gol urib, hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. 84-daqiqada VAR aralashuvidan so'ng Afrika jamoasi hujumchisi Temba Zvane raqib futbolchisining yuziga zarba bergani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan maydondan chetlatildi. Natijada afrikaliklar bahsning qolgan qismini 9 kishi bo'lib davom ettirishga majbur bo'ldi. Hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtning 2-daqiqasida meksikalik himoyachi Cesar Montes ham qizil kartochka oldi va bu uchrashuvdagi 3-qizil kartochkaga aylandi. Musobaqalar tarixi uchun bu rekord. Shunga qaramay mezbonlar 2-0 hisobidagi ustunlikni saqlab qola oldi va muhim g'alabani qo'lga kiritishdi. A guruhi doirasidagi ushbu uchrashuvdan so'ng Meksika 3 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Bugun tongda ushbu guruhning yana bir uchrashuviga guvoh bo'ldik. Unda Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g'alabaga erishdi. Estadio Akron stadionida bo'lib o'tgan bahsda koreyslar Chexiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvda hisobni chexiyaliklar ochdi. 59-daqiqada Ladislav Krechi aniq zarbasi bilan jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroq ustunlik uzoq davom etmadi. Janubiy Koreya qisqa vaqt ichida o'yin nazoratini qo'lga olib, 67-daqiqada Hwan In-bomning goli evaziga muvozanatni tikladi. Bahs taqdirini esa 80-daqiqada Oh Hyun-gyu hal qildi. Uning goli osiyoliklarga mundialdagi dastlabki 3 ochkoni taqdim etdi. Mazkur natijadan so'ng Janubiy Koreya Meksika bilan birgalikda guruhda peshqadamlar safidan joy oldi. Ikkinchi turda chexlar Janubiy Afrika Respublikasiga qarshi maydonga tushsa, Janubiy Koreya guruh yetakchiligi uchun Meksika bilan kuch sinashadi. Bizda hozircha shular. Vaqtuzning Jahon chempionati o'yinlariga bag'ishlangan yangi sport dayjestini kuzatib boring. Oldinda hali bizni muhim o'yinlar kutmoqda.